Tarixda nurg'un podshohlar islomni qabul qilgan. Ammo ko'p sonli xalq bilan birlikda islomni qabul qilib, islom shariatini davlatining qonuni qilib bekitgan podshoh nihoyat kam uchraydi. Biz bugungi sonimizda tunji musulmon Uyg'ur turk xaqoni Sulton Abdulkarim Buxoroxon bilan tanishib chiqamiz. Sultan Buxoroxon milodiya 901-yili Qarxoniylar xon jamiyatida dunyoga keladi. Dadasi Bazir Arslanxon Qarxoniylar davlatining qurg'uvchisi Bilgi Ko'lxonning cho'ng o'g'li. Ya'ni Sultan Buxoroxon Qarxoniylar davlatining qurg'uvchisi Bilgi Ko'lxonning nevisi. Dadasi Bazir Arslanxon 914-yili vafot bo'ladi. Bu vaqtda Sultan Buxoroxon 14-15 yoshlarda bo'lib, Bazir Arslanxon vafot bo'lishidan ilgari Sultan Buxoroxonni taxt varisi qilib tayinlaydi. Inisi O'g'ilchaxonni Buxoroxon balog'atga yetgan qadar Buxoroxonning o'rnida davlatni tutib turishga vasiyat qiladi. O'g'ilchaxon akasining vasiyati bo'yicha Buxoroxonni taxt varisi deb jakarlaydi. Ammo bir mezgildan keyin O'g'ilchaxonning niyati buzilib, Buxoroxonning taxt varisligini bekor qilib, o'g'lini taxt varisi qilishni planlaydi. Buxoroxon nihoyat sezgi va hushyor bo'lib, tog'asining bu niyatini bilib qoladi. Bu vaqtda Samaniylar davlati Qarxoniylar davlatining eng yaqin qo'shnilaridan biri bo'lib, musulmon davlatlarning biri edi. Samaniylar davlatining hukmronlar qatlamida qalaymaqonchilik yuz berib, Shahzoda Abu Nasr Samani Qarxoniylar davlatiga qechib kelib panolik tilaydi. O'g'ilchaxon Shahzoda Abu Nasrining telefonini qabul qilib, otish qurilashtiradi va ibodatlarini qilib olish uchun bir masjid salishga ruxsat qiladi. Bu vaqtda Qarxoniylar davlatining ko'p sonli xalqi Budda va shaman diniga e'tiqod qilgan bo'lib, bu masjid Qarxoniylar davlatidagi tunji masjid hisoblanadi. Shuningdek keyin Buxoro va Samarqanddan kelgan musulmon karvonlar bu masjidning atrofiga tushib, bag'ansir avatlashib, otish tijorat markaziga aylanadi. Buxoroxon bu bozorning doimiy ziyoratchilariga aylanib qoladi. Abu Nasr bir kuni otish Org'uning shimolidagi tog'larda o'g'i chiqqan Shahzoda Buxoroxon bilan uchrashib qoladi. Abu Nasr Uyg'ur tilini pishiq bilgandan sirt Uyg'ur urf-odatlarini ham pishiq bildigan bo'lib, bularning munosabati bag'ansiri quyuqlashadi. Buxoroxon otishda Buxoro va Samarqanddan kelgan tijoratchilar bilan aralashish jarayonida ularning namoz o'qiganligini ko'radi va Abu Nasr Samaniydan musulmonlar va islom haqida savollarni so'rashga boshlaydi. Abu Nasr islom dini va payg'ambarimiz haqida tafsiliy so'zlab beradi. Buxoroxon islomning asli mohiyatini tushungandan keyin otishning Org'u kentida islomni qabul qiladi va Qarxoniylar xon jamiyatidan tunji islomni qabul qilgan kishi bo'ladi. U musulmon bo'lgandan boshlab atrofidagi muhofazachilar va yaqin tuqqanlarga islomni tushuntirib 50 nafar odam musulmon bo'ladi. Tog'asi O'g'ilchaxon 919-yili Buxoroxon 18 yoshga kirgandimi taxtni bo'shtib bermaydi va uning musulmon bo'lganini sizib qilib, uningga qarshi harakat ko'tadi. Buxoroxon bir mezgil maxfiy holda kishilarni islom diniga da'vat qilishga boshlaydi. Uzun o'tmay 500 kishilik to'liq qurollangan musulmon yoshlarni atrofiga to'playdi. Yana bir tarafdan Farg'ona tarafdagi burunli islomni qabul qilgan musulmonlarni qo'lga keltirib, tog'asi O'g'ilchaxonni Farg'onadagi urushda mag'lub qiladi. Buxoroxon intayin oz askarlari bilan tog'asi O'g'ilchaxonning ustidan tunji qatimliq urushda g'alaba qilgandan keyin qisqa vaqtda uning askarlari 3000 dan eshib ketadi. Buxoroxon lashkarlarini tartibga solib, guruhlarga ayirib, maxfiy holda Qashqar shahriga kirgizadi. O'zi lashkarlar bilan O'g'ilchaxon uxlayotgan uyga besib kirib, uni o'ldirib etadi. Boshqa vazifalarga tayinlanganlarmi vazifalarni muvaffaqiyatli tamomlaydi. Shunday qilib Buxoroxon bir kechada Qashqar shahrini qo'lga oladi. Mansabdorlardan boshlab oddiy fuqarogacha hammasi Buxoroxonning qonunliq taxt varisi ekanligini bilgachga qarshilik yuz bermaylar Buxoroxonning hokimiyatini qabul qiladi. Buxoroxon 920-yili 19 yoshida Qarxoniylar davlatining xonlik taxtida o'tirdi va shuningdan boshlab kuchli qahramon degan ma'noni ifodalaydigan Buxoroxon degan nomni qo'llanadi. Bu vaqtda Uyg'urlar shaman va Budda dinlariga e'tiqod qilgan bo'lib, Sulton Buxoroxon islom dinini davlat dini qilib bekitib, turklarning tunji musulmon xaqoni bo'ladi. Bu xabarni anglagan Kuchar, Xotan va Uyg'ur Idiqut qog'onligidagi buddist Uyg'urlar Oltoy ili atrofidagi shaman diniga e'tiqod qilgan Uyg'urlar sultonga qarshi isyon ko'tardi. Sulton Buxoroxon o'zi boshlanib Xotanga yurish qilib, shahar ichidagi musulmon xalqning hamkorlashishi bilan shaharni qo'lga oladi. Uningdan keyin Hindistondan qosilar Budda dinining ikkinchi markazi hisoblanadigan Kuchog'a yurish qilib, qattiq qarshilikdan keyin Kuchog'ni qo'lga oladi. Uningdan keyin Uyg'ur Idiqut xalqini bo'ysundirish uchun lashkarlarni ikkiga ayirib, janub va shimol taraf qarab yurish qiladi. Qarxoniylar qo'shini Uyg'ur Idiqut qo'shinidan qattiq tutishgandan keyin Uyg'ur Idiqut xalqidagi buddist Uyg'urlar o'zining Budda dinida qilish sharti bilan Qarxoniylar davlatiga bo'ysunadi. Buxoroxon davrida Qarxoniylar davlati madaniyat va tijoratda intayin taraqqiy qilib, madaniyatlik va boy davlat sifatida turiladi. Buxoroxon davlatni islomlashtirish uchun Qashqa, Yakan, Oqsu, Ili, Balaso'g'in qatorliq joylardan boshlab xalqni dinga da'vat qilishga boshlaydi. Poytaxt Qashqaga Xorason, Afg'oniston qatorliq islom ellaridan diniy olimlar keladi. Bu olimlar Sulton Buxoroxonga Abdulkarim degan musulmoncha ismni beradi. Shuningdan keyin
to'liq ismi bilan Sultan Abdulkarim Sutuq Bug'roxon deb ataladi. Sultan Abdulkarim Sutuq Bug'roxon 35 yil hukm tutgandan keyin 956-yili poytaxt Qashqarda kasallik sababi bilan 55 yoshida vafot bo'ladi. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz.